Bu endi hamma mashina minadi, mashina minmagan podpetchigimiz qolmaydi. Sababi ishonch avtoda boshlang'ich va oylik to'lovlari arzon narxlarda mashinalarni xohlasanglar kreditga, xohlasanglar nasiya savdoga, xohlasanglar naqdga olib ketishingiz mumkin. Hozir men ishonch avto rahbari Bahoy akamning yonlaridaman. Bahoy akam 2009-yildan beri shu mashina temasida yuradi. Xo'p, aka, nima sharoitlar bor bizda? Bizda sharoit ko'p. Qanaqa misol sharoit deganda? Xo'p, yil eski mashinasi borlarga nima sharoit qilib beramiz? Yil eski mashinasi borlarga olib kelsin mashinasini. Har doim aytaman. 300 dollar oshiroq olib qolaman. 300 dollar. Liboy joydan bu holat. Liboy joydan bu holat kelsin. Mani klientim bor, ana 2,5 mingga desa, menga 2800 oladi. 3000 klientim borsa 300 oladi. Shunda yilini farqi yo'q. Masalan, 50 yillik mashina bo'ldi. Liboy kelaveradi. Hujjatni qilib bersa bu. Ha, Zaporojmi, Jigulimi, Zilmi, Otoyo'lmi, avtobus marshrutkam farqi yo'q. Kelatlar, o'zingizlarning nominglarga mashina chiqartirib beramiz. O'zingizlarning nominglarga mashina chiqartirib beramiz. Faqatgina aytib ketaylik, buni kredit bo'layotgan bo'lsa Andijonga yo'q. Xuddi shunday. Nima uchun? Shuni ham Nasiya savdo qilib beramiz o'shaning uchun. Andijonga vaqtinchalik bank yo'q qo'ygan. O'zlaridan olsin, o'zlarining banklaridan. Bu bank tartibi bizlarni bo'lyapti. Tushunmaymiz uni. Lekin nasiya savdo qilib beramiz. Ko'pchilik Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga beradi-da nasiya savdoga. Bizda 12 ta viloyatga beramiz. Qoraqalpoq, Xorazm, Andijon farqi yo'q. Yana bitta yangilik, misol uchun 2010-yildan yuqori o'zingizning nomingizdami yo gendavernistamisiz, liboy turdagi mashinangiz bo'lsa 2010 dan yuqori mashinangizni 50, 60, misol uchun 40% gacha pulini naqd ko'rinish shaklida bir kunda qo'lingizga chiqartirib berishadi. Undan tashqari, misol uchun Toshkent shahri, Toshkent viloyatida biznesingiz bor, do'koningiz bor, oborotingizga pul yetmayapti yoki qayergadir pul tikishingiz kerak, do'koningizni ko'rsatgan holda, biznesingizni ko'rsatgan holda 100 milliondan 200 milliongacha pul ham chiqartirib berishadi. Xuddi shunaqa. Xo'p, qanaqa mashinalar bor aka? Mashinalar haqida gaplashaylik. Bu 24 kubik mexanika 4,5 million atrofidan chiqadi. Oylik to'lov 4,5 million. Shunda kuniga 150 mingdan to'g'ri keladi. Bitta narxida rentakarda bularimiz 300 ming, 400 ming hisobidan beriladi. Eng kami 300 ming, 400 mingdan mexanikasi beriladi. Avtomatlari 450 ming mana shunaqa bo'ladi. Xo'p, Suxoyga olayotgan bo'lsanglar ham realniy gap 450 dollar misol uchun 500 dollardan haydasa kerak Suxoyga. Albatta, xuddi shunaqa. Suxoyga qaraganda, o'sha redikarga qaraganda ancha qulay. Bular endi hayotdan chiqadigan mashina. O'zingizning nomingizda bo'ladi mashina. Mana 23 avtomat korobka. Mashinada hech qanaqa shu yo'q. Kreditni to'lab bo'lgunicha bez remont haydaydigan mashinalar. Bular 4 million, 4 million 800 dan chiqadilar. Mana kubik 2019 mexanika. Buni Davrbankdan chiqaramiz, 18% dan chiqaramiz. 3 million 200 dan 4 yilga chiqadi. Mana bu 18% lik bo'yicha Luboyaga vizib tasha olamiz. 18% pashti bizda bor-da. Xuddi shunaqa. Real. Oylik to'lovi bu video emas, rostakam haqiqat bu 3 million 200 mingdan 48 oyga bularimiz. Sparklarimiz 2 million 700, 2 million 800 mingdan o'sha 4 yilga chiqadi. Bu realniy narsa, yolg'on narsa yo'q. Faqat bularning bosh to'lovi bor. Bosh to'lovi bor. Buni hech kerak. Albatta. Bu 2023-yilda ishlab chiqarilgan bezlik avtomat korobka. Bunda ham mashinaning holati nimaga jihoz kerak bo'ladi desa, barchasi qo'yilgan mashinaga. Haydashga qulay. Haydashga qulay, hech qanaqa mashinaning ishi yo'q. Bu 5,5 million atrofidan chiqadi. Undan tashqari manzilimizni ham tushuntirib o'tib ketaylik. Toshkent shahri Index savdo majmuasi, Index bozori F3-blok bo'ladi. Ish vaqtimiz ertalab 9 dan kechki 9 gacha har kuni ofisimizda odam bo'ladi. Kelayotgan bo'lsa, mana qator terilib qolgan bitta qator, ikkita qator, uchta qator, to'rtta qator bizga qarashli o'zimizning mashinalar bo'ladi. Bemalol tashrif buyurasizlar. Keyin telefon qilsanglar, ko'tarolmasak, kimdir bankda, kimdir notariusda, kimdir mashinani mo'yka qildirgani mo'ykaxonaga olib ketgan bo'lsa, misol uchun yo kimdir misol uchun qanaqadir ish bilan yurgan bo'lsa, telefon qilsanglar, ko'tarolmasak, tusholmasanglar, sirada kommentariyaga kirib, noto'g'ri xayolga boramanglar, bemalol tashrif buyuraveringlar. Telegramdan yozib qo'yinglar, shuni men saqlanib qilib javob berishadi. Bu ham 23 avtomat korobka, lukli bu. Bular 5 million 800 atrofidan chiqadi bular. Oylik to'lov. 5 yilga chiqadi. Mana bu 23 mexanika. Bu davrdan chiqadi. 3 million 800 mingdan chiqadi. 3 million 800 dan 23. Propan gazi bor. Mashinaning holati. Haydashga qulay. Yaxshi holatda. Buni ham kredit to'lab bo'lguncha bezirimiz haydaysiz. Bular ham xuddi shunaqa 23. Avtomat korobka lukli bular ham. Bularga 5 million 800 atrofidan chiqadi bular. Damatlarimizni optimiga qo'yib yuboramiz. Lekin 5 ming puli bor kelsa, eng kam 200 dollar pul bilan kelsin. Ana, o'rtoqlar 200 dollar bilan damat. Kelatlar 200 dollar bilan shunda hamma xarajat sizga bo'ladi. Avval pul ham berganmiz.
Damaska. Pul ham berganmiz olgan odamga. 300 Ana. dollargacha berdik. Bu bor Bonusi narsa. zo'ri. Videoga Bu bor like narsa. bosib, bizga podpiska bosib 200 dollar pul bilan 11 ta viloyatdan keyin xohlasangiz bitta, xohlasangiz ikkita. U tomonda ham 3 ta damazimiz bor. Ko'rsatgan. Bu tomonda ham 3 ta damazimiz bor. 8 ta damazni qilib beramiz. Buni avval 300 dollardan berganmiz. Keyin boshlang'ich so'roq hech qanaqa pul kerak emas, yo'l kirita olib keling dedik. Uni ham qilib berdik. Endi ilojimiz yo'q, bank otsenkasini tashladi. Lekin oylik to'lovi arzonlari shunga yarasha. Arzonlashdi. Bank otsenkasi tashladi, oylik to'lovlar pasaydi. Nexia 3larimiz mana ko'rishinglar mumkin. Nexia 3larimiz 4 ta Nexia 3 oylik to'lovi 2 million 700 mingdan 3 milliongacha chiqadi akalar. Oylik to'lovi 4 yilga qilib beramiz. Lekin bittasini o'sha xarajatini qo'yilib bo'ldi, qolgan 3 tasini bosh to'lovi bor. Shunaqa. Mana buni xarajatini olsin bo'ldi, olib ketaversin. 2 million 700 2 million 800 turadi. 4 yilga chiqadi. 4 yilga chiqadi. Gazi bor. Mana labularimiz bor. Mana Nexia 3lar 2 million 920 mingdanmi chiqadi? Shunaqa 2 million 900 2 million 900 4 yilga mana. Mana bu Deriskiy mordasidan ajratib kelaveradilar. Bunimiz sakadiskali bo'ladi. Realni 2 million 924 mingdan 4 yilga chiqadi akalar. Bu tomonda mana Sparklarimiz bor. 2 million 700 2 million 800 mingdan o'zingizlarda nomerlarga chiqartirib beramiz. Bemalol tashrif buyuruvchilar. Xo'p, 95 lik 719 49 90 lik 096 28 38 90 lik 123 42 42 admin raqamlari bo'ladi. Xo'p, yilli eski mashinangizni olib keling, yilli yangi mashinani bizdan olib keting. Xo'p, bu inson shafta rahbari bo'ladi. Kelayotgan bo'lsanglar, o'zi yaxshi bonuslarni qilib beradi akalar. Ha, kelavering, olsangiz bonus qilib beramiz. Kelasiz, olasiz, o'sha bolalar bilan necha kunlik gaplashgan bo'lsangiz, gaplashib olavering, o'zim bo'lmasa Ramazon oyi aka, viloyatdan kelayotganlarga mehmonxonani ham bir nafar. mehmonxonani ham qilib beraman. Shu videoni bitgan ko'rib, ovqatni ham qilib beraman. ana shu videoga Ishi bitgan. ko'rib, podpiska bosib, videoni 10 ta yaqiningizga borib kelayotgan. Birinchidan o'sha obedni yoki iftorligingizni qilib beradi. Mehmonxonangizni ham mana Bahoy kamda o'zlari zimmasiga olib qo'yadi. Kelinglar, biz tomondan inshaalloh sizlar tomonga ancha yurib ishinglarni bitirib beramiz akalar. Yana bitta narsa, 4 ta puliga ham qo'yib beraman. Ana 4 ta puli. Bolalar Like bilan bosib- gaplashaveringda, men kelgandan keyin o'zim 4 ta puli qo'yib beraman. Keyin ketishiga benzinli mashina bo'lsa, benzinni qo'yib beraman, qayergacha bo'lsa, yetguncha o'sha. Vodiydan bo'lsa, vodiy yetguncha. Endi- Yo'q bo'lmasa gazini qo'yib beraman. ana viloyatdan kelgan aka-ukalarimiz uchun mana qaranglar, benzin bepul, gaznista bepul, 4 ta pulik bepul, damatlar 200 dollardan. Bu videoni sirrochni ko'rish kerak. Ko'rish kerak, kelish kerak, like'lardan Olish bosib kerak. qo'yish kerak, lekin. Obuna bo'lib qo'yinglar. Obuna bo'lib qo'yinglar.